Kamala qizim. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay bo'la? Yaxshi, uyda yaxshimisiz? Ay, zo'r. Ovozingiz boshqa tushyapti, masjid bo'lmayaptimi? Yo'q, yaxshi qizim. Hammasi yaxshi. Men kasal bo'lmayman. Ikkimizni sog'indingizmi? Sog'indim qizlarim. Hozir opam bilan telefon qilaman. 1 soatda yoningizda bo'lamiz. Ayda uring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Yana bir bor sochim mayda uring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling ota. Yo'q onam, yo'q akam ham otamsiz, olam ichra mehribonimdir olamsiz. Bu dunyoda men suyangan bir odamsiz. Yana bir bor sochim mayda uring ota, baxtimizga doimo sog' bo'ling.